Bu ishlar meni lol qoldiryapti. Hayotimiz bu narsalarga shu qadar bog'lanib qolganki, hatto ba'zida ular bizga yo'q yerdan stress va mahzunlikni olib kelyapti. Bilasizmi nega? Chunki siz odamlar qanday yashayotganliklari bilan shunchalik qiziqib qolgansizki, o'z hayotingizdagi muhim narsalarni unutib qo'ymoqdasiz. Gaplarim og'ir botsa kechiring, ammo bu mening shaxsiy fikrlarim. Biz shunchalik ham pastlashib ketdikmi? Biz qayerdaligimiz, kim bilanligimiz, nima taom iste'mol qilayotganimizni butun dunyoga ko'rsatishimiz shartmi? Odamlarning hayot tarzini kuzatadigan darajada sayozlashib ketdikmi? Men bir narsani tushunmayman. Selfini. Men hozirgina tushlik qildim. Ha, kulgili, lekin Allohga qasamki, bular insoniylikka va hatto oilaviy aloqalarga qanchalik salbiy ta'sir o'tkazishini ko'pchilik anglab yetmayapti. Ha, gaplarim qattiqdir, ammo aksariyat insonlar go'yoki bir sarob ichida yashamoqdalar. Hozirda ko'plab qizlar va hattoki yigitlar ham shunday rasmga tushishyapti. Aftangorini o'zgartirib. Buni nima deb atashni ham bilmayman. Ammo gap bunda emas. Ana shu kabi rasmga tushib internetga joylayotganlar. Shunchalik samimiy bo'lsangiz, nega ertalab uyg'onishingiz bilanoq ana shu aftangoringiz bilan rasmga tushib qo'ymaysiz, joylamaysiz? Yo'q, tanlanib internetga joylanadi-da axir. Eng saralari. Men ta'tildaligimda yoki restoranda chiroyli stol atrofida ekanimda rasmga tushaman. Men hayotimning qanchalar go'zal ekanini insonlarga ko'z-ko'z qilishim uchun qattiq ter to'kaman. Aslida hayotingiz hech qanaqasiga ko'rsatmoqchi bo'layotganingiz kabi go'zal emas. Agar haqiqatan ham baxtli bo'lsangiz, buni dunyoga jar solishning keragi yo'q. Chunki ba'zi odamlar sizni yomon ko'rishni boshlashadi. Sizda bor narsalar ularda ham bo'lishini xohlashadi va Alloh sizdagi narsalarni olib, ularga in'om qilishini xohlab qolishadi. Alloh bizga taqdir etmagan narsalarga nega bunchalar intilamiz? Nega o'zingizga o'zingiz qiyinchilik tug'dirasiz? Ba'zi yigitlar ko'chada yasan-tusan qilib kiyingan ayol qizlardan har bir yo'lingizda uchraganini ko'zdan qochirmaysiz va uyga kelib, men ayolim bilan yashashdan zerikdim deysiz. Albatta zerikasizda. Boshqalarning ayoliga qarashga sarflagan vaqtingizning 10%ni Alloh taolo sizga bergan o'z jufti halolingizga sarflaganingizda edi. Balki uni qadrlagan bo'lar edingiz. Ammo siz o'zingizga tegishli bo'lmagan narsalarga qarayapsiz. Sizga tegishli bo'lmagan hayotda yashamoqchi bo'lyapsiz. O'z hayotingiz bilan yashang. Ijtimoiy tarmoqlar ayni paytda hayotimizdagi eng katta fitnalardan biridir. Chunki bu dushmaningiz uchun sizni boshqarish va ma'nosiz orzu-istaklar tomon yetaklash uchun eng oson yo'ldir. Bu esa shaytonning sevimli mashg'ulotidir. Ijtimoiy sahifangizga nimadir joylayotganingizda shuni unutmangki, agar joylaganingiz narsa gunohga qorishgan bo'lsa, amallar daftaringizni bu xabaringizning har bir yangi ko'rilgan miqdori hisobida gunohga to'ldirib borasiz. Subhanalloh. Hozir gapirayotgan jumlalarimizni shu yerdagilar eshitishmoqda. Ammo shunday so'zlar borki, biz ularni qancha inson o'qishi yoki guvohi bo'lishini nazorat qila olmaymiz. Gap bizning tilimizdangina chiqadigan so'zlarda emas. Internet. Qachonki sahifangizda bir narsa yozib qoldirsangiz, albatta kimdir uni o'qiydi, kimdir uni takrorlaydi. Bilasizmi, biz ba'zi bir musulmon davlatlarida Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati sababidan islomni tark etib ateistga aylanayotganlarni ko'ryapmiz. Balki ular fitnaga qarshi turishga yetarli ilmlar bo'lmaganligi tufayli shu kabi holatlarga duchor bo'lishayotgan.
Qachonki siz faxsh yoki yomon ishga targ'ib qiladigan bir postga like bossangiz, tarmoqning elektron tizimi ana shu like tufayli bu postning tarqalish tezligi va ko'lamini yanada yuqori darajaga ko'taradi. Endi esa bu kabi bir holatda ishtirok etsangiz, gunohlaringizning naqadar kattalashib borishini ham tasavvur qilib ko'ravering. Siz hali ham bular tasodifan sodir bo'layapti deb o'ylayapsizmi? Facebook missiyasining orqasida kim turganligiga nazar soling. Sviteringiz issiq shekilli. Ha, bu biroz qalin sviter, kompaniyamizniki. Ichkari qismida esa vazifamiz tushirilgan bir surat bor. Rostdanmi? Haqiqatan ichkarida bir nimalar bor ekan. Nima bu? Yanada ochiq va jamoaviy dunyo sari. Bu sirli g'oyaga o'xshaydi. Yanada ochiq va jamoaviy dunyo. Chiziqlar, yo'nalishlar, platforma. O'rtadagi g'alati belgi bu nazarimda illyuminatlar belgisiga o'xshaydi. Kichik Isroildan katta Isroilga o'tish. 2004-yildan buyon Facebook taqdim etishi sababidan CRU ma'lumotlarining deyarli barchasi yangilandi. Bir necha yildan buyon yashirin ravishda aholini o'rganish ishlaridan so'ng shuni guvohi bo'ldikki, insonlar o'z xohishlari bilan shaxsiy ma'lumotlarini taqdim etmoqdalar. Qayerda yashashlari, diniy va siyosiy qarashlari, telefon raqamlari, yuzlab shaxsiy rasmlarni omma bilan bo'lishayotganliklarini ko'rib, markaziy razvedka orzusi amalga oshayotganidan mamnun bo'ldik. Bu ishlarga ko'p ter to'kkanlardan biri Facebook direktori, markaziy razvedka agenti Mark Zuckerberg. U ishlab chiqqan loyihasi tufayli yaqindagina taqdirlandi. Bu kabi tarmoqlarning barchasi sizni real voqelikdan yiroq bo'lib, o'zingiz yolg'iz qolishingiz, tushkunlikka tushishingiz, noto'g'ri ma'lumotlar yetkazish, fitnaga uchrab o'z diningizdan, tafakkuringizdan uzoqlashishingiz, mustaqil fikrlash qobiliyatingizni yo'qotib borishingiz va sizning ustingizdan butunlay nazoratni o'z qo'llariga olishlari uchundir. Hozirda bu shaytonning eng mukammal hiylasidir. Vaqtingizni siz uchun qimmatli va qiymatli bo'lgan narsalarga sarflang. Shayton vaqtingizdan o'g'irlashga yo'l qo'ymang. Begunoh go'daklaringizni bu jirkanch qopqondan asrang. Til ham aylanmay qoladigan, subhanallohi va bihamdih deya aytish qiyin bo'ladigan o'lim vaqtini tasavvur qiling. Siz ijtimoiy tarmoqda shunchalik ko'p vaqt sarflayapsizki, ko'pchiligimizning telefonimizda Qur'oni Karim dasturi bor. Ammo kunlar o'tmoqda. 1 kun, 2 kun, 3, 4, siz esa hamon uni ochmadingiz. Agar ana shu birgina dastur qiyomat kuni bizning qarshimizdan chiqsa, o'ylab ko'ryapsizmi? Ammo ijtimoiy tarmoqlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomat kuni Alloh taologa shunday nido qiladilar. Va qala ar-rasul ya robbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ey Robbim, mening qavmim Qur'onni tark etdilar. Ya'ni musulmonlar Qur'onni tark etdilar. Sen o'zingni nazorat qila olmas ekansan, boshqalar sening ustingdan nazorat o'rnatishadi. Navbatdagi qismlarni o'tkazib yubormang, inshaalloh.